4. bölüm. Qimmatlik aşır. İşning men sarang emasman. Ular nimishqidir meni saranglar doktorxonasiga bog'lab akilib tashladi. Ular bizning bir sotkada bir qitim didarlashib, hayotdan xo'shallik tepayotganimizni sezib, bizni bu xo'shallikdan mahrum qilmoqchimi? Gunohsiz so'landim. Gunohsiz saranglar doktorxonasiga keltirildim. Yana qanday jazo fojialar meni kutib turadi, buni bilmayman. Lekin men birla nimani yaxshi bilaman. Biz yo'riq dunyoda uchrashimiz, balki mangu birga bo'lamiz. Hoshir, saqmusoq bir odamning saranglar orasida turishi qanchalik azob. Hamrohlarimning birlari yig'laydi, birlari kuladi, birlari tillaydi, birlari bog'liqdan bo'shnish uchun tipirlaydi. Ularning chiroylari qo'rqinchli, ko'zlari g'azablik. Ular nimanidir norozi, nimagadir g'azablik. Sarang bo'lish bir xil psixologiyalik hodisa, lekin u fiziologiyalik o'zgarishlar jarayonida taraqqiy qiladigan yoki yo'qoladigan. Men mushu hamrohlarimni ko'rib azoblanish jarayonida rostla sarang bo'lib qolgan o'xshayman. Men sarang bo'lmaganligim uchun menga qaraydigan doktorlar to'liq qiynalmoqda. Men ular bilan saq odamdek so'zlashni xohlayman, lekin ular menga saranglarga qiladigan muomala bo'yicha qo'pollik qiladi. Sadda harakatlarni ko'rsatadi. Men qandoqmi xafa bo'lmay tura olmayman. Men tunugun mana amsa deb saranglik qildim. Bu nima gapkan deb qalmang. Men kollektiv yotoqdan zo'rlik bilan yolg'iz kishilik yotoqqa chiqib oldim. Ular meni majburlash yo'li bilan kollektiv ayollar yotoqiga ochiqmoqchi bo'lishdi. Men bunda qilsanglar, biringlarni o'ldirib ondan o'lib olman dedim. Men hozircha yolg'iz kishilik yotoqda. Bu yotoq turmidan kollektiv ayollar yotoqidan yaxshi. Bu yerda hozir yig'izar, jidal majra yo'q. Tamoqim yomon emas. Eng muhimi, o'tgan ishlarni keng kushada eslab olg'ili bo'ladi. Jimjit o'tirib xiyol qilish qanday rohat. Xuddi teatr ko'rgandek, yaxshi bir kitobni o'qiyotgandek rohatlanaman. Mana ko'z oldimga siz keldingiz. Sizni hiliqi kuni ho'ylida butun mahbuslarni yig'ib turmining yangi tartibini e'lon qilgan kuni birinchi qitim ko'rdim. Ko'rdimda ismingizni atab ehtiyotsiz sizga qarab yugurdim. Men rostla sarang o'xshayman. Bekordan bekorga 118 kun turmida yetib bunchalik aqlimdan adashmasam bo'ladimi? Siz bilan tunji qitim ko'rishgan shu kunimni eslayman. Shu chaqda men sizni 118 kun o'ylagandan keyin ko'rishga emasmidim? Sizga tashlanib o'shimdan ketibdiman. Ko'zimni ochsam ayollar kamerada yetibdiman. Heyliqi bizning xetimizni to'shaydigan bolaning qochaman deb itilib ketganligi to'limi ichinishliq. Sizlarga turma o'ylasida hukm e'lon qilgan kuni bir qo'rqinchli tushdek ko'z oldimga keladi. Sizlarni tamg'a qartib tizdi. O'lim jazosi berilganlarni birma-bir ismini chaqirib, jinoyatini birma-bir o'qidi. Sizning jinoyatingizni shu kuni angladim. Qurolliq qo'zg'olon ko'tarish uchun tashkilot qurib chegarada bozor tayyorlayapsiz. 1000 ot, 17 tonna un, go'sht kiyim-kechak to'plabsiz. Shaxsan o'zingiz 12 aza taraqqiy qildiribsiz. Pa, nimanchalar yuragingiz cho'ng. Men umuman biz to'g'riliq aytilgan gaplarning hammasini yolg'on deb o'ylashga odatlanganman. Shu kuni sizlarni qarlab o'qigan materiallarni anglab kulgim keldi. Hoshirdan boshqasini bundaq so'zlar bilan qarlashga bo'ladi. Lekin Hoshirni bu gaplar bilan qaralsa, to'limi chanadi, to'limi vabal bo'ladi. Chunki Hoshir partiyaga shunchalik sodiqki, mushu aksal inqilobchi deb qarinayotgan minutdimi u cho'qim partiya xalqning ishini o'ylayotdi deb vaqirg'im keldi. Hoshir, rostla siz shu kuni men degandek partiya xalqni o'ylaganmi? O'ylagan. Shuning uchun siz o'z vaqtida meni tushunishni xohlamagan. Navoda siz o'z shaxsiy hissiyotingizga oz-to'la hurmat qilgan bo'lsangiz edi, u chaqda siz g'o'ljini tashlab ketmaydingiz. Bizning hayotimizda bugungidek poyicha yuz bermagan bo'ladi. Bir ma'sum qiz o'zining tunji muhabbatini oshkorlab talmirib turganda, u qizni so'g'uq muomala bilan, garchi o'zi o'xshashli qizni yaxshi ko'rsimi, kutib olgan bir rahimsiz yigit o'lim oldida o'z hayotini o'ylaydi desa, men zodla ishonmayman. Lekin sizning Urumchida uchrashganingizda qilgan qo'pol mardonaligingiz, hamma rahimsizligingizni besib tushdi. Men u chaqda birining ayoli, bir bolaning onasi edim. Cho'ng zalda doklad bo'lyotdi.
Men sizning ishoratingiz bilan zaldan chiqdim. Biz ikkinchi qavatda un-tinsiz chiqdik. Nemishqa sizga agishib yolg'iz zalda ketyapman? Buni zodla o'ylamadim. Mening yotiqimni ichib yotoqqa kirdik. Men nemishqa sizni yolg'iz yotoqqa boshlab kirdim? Bunimi bilmayman. Siz meni xuddi oldin va'dalashib qo'ygandek ishonchlik tutdingiz. Men qarshilik qila olmadim. Men esimga kelib cho'chib ketdim. Men boshqa birning ayoli turib, nemishqa yot bir erning quchqida. Men ayollik burchimni o'yladim-da xo'rsindim. Siz qaqaqlab kulib chochlarimni sildingiz. Qonuniy jihatda Behram apandining ayolisiz, lekin siz mening vijdon oldida biz bir-birimizga qarzdor bo'libmi men dedingiz. Sizning shu bir ig'iz so'zingiz bilan mening ko'z yoshim quridi. Men o'tganki xatolikni tuzatgili bo'lganligini, hozirgi menga uyatliq tuyulgan ish xatoliqim emas, xatoligimni tuzatishning boshlanishi ekanligini darhol tushundim. Uzun yil bir-biriga talpingan ikki yurakning uchrashishini qandaqmi qonun bilan cheklagili bo'lsin? Hoshir, men yolg'iz kishilik saranglar yotiqida o'tirib, shu kunki bizning tunji xo'shalligimiz, baxtlik minutlarimizni o'ylayman. Men mana shu kun bilan o'z hayotimdan roziman. Men shu kunning takrorlanishini, bizning baxtlik bo'lish huquqimizning tezroq qo'limizga kelishini taqozolik bilan kutmoqdaman. Men shuning uchun sarang bo'lmadim. Shuning uchun umidvorman. Dim qazandek qorong'u mashina ichida necha odam borligi uningga qorong'u. Uni bir kuni G'ulji shahridagi Ili oblastlik turmining qo'ylisiga ilib chiqib, tamg'i yo'lab turg'izib qo'yib hukm e'lon qildi. Uningga 2 yildan keyin etish jazosi berilgan edi. Birinchi kundan keyin uni putig'i kishan qo'liga ko'yza silib, kamerdan ilib chiqdi. Ho'ylida ko'zni qoralati bilan tangdi. Bu nima uchun? Bahar quyoshi uningga bu hayot fojiasining sirrini oshkorlab qo'yamdi ya. Uning qo'noq shexdek oqargan yuziga tushgan illiq quyosh nurimi hayotini nihoyatda tezla uning bilan xo'shlashdi. U mashinaga ittirildi-da, santirilib berib qo'lidagi ko'ysini sharaqlatib qattiq o'rindiqqa tayinib qoldi. U faqat mashinadagi notanish hamrohlarining suhbatidan o'zining G'uljidan Urumchiga o'tganligini bilib kulimsirab qo'ydi. Chunki bu ish uning yaqinda o'lmaydiganligidan derak beradi. O'lmagan ekan, uning kelgusi to'g'risida, baxt to'g'risida o'ylash huquqi bo'ladi-da. Shuning uchun uning Roziyaning yuqorida naql elingan to'liq o'qilib yod bo'lib ketgan xetini xiyolida takrorlashga hech kim daxli qila olmaydi. U so'yginning oxirgi xetini yodga o'qish bilan munu bahor lazzatidan mahrum bo'lib, hayot savollari bilan eg'irlashgan beshining og'riqidan va ruhiy azob iskanchisidan o'zini vaqtincha qutqizolaydi. U kelgusi to'g'risida o'ylashi, kelgusi bilan o'zini umidlantirishi lozim. Mana shu xiyol va umid uningga turmada hamroh bo'la olgan. Muni qo'pol qorong'u mashinadami hamroh bo'la oladi. 2 kun xiyol bilan mangsa, u o'zini so'ygini bilan uchrashgandek, do'stlari bilan mungdashgandek baxtli hisoblamamdi. Shundoq, shu chaqda Hoshir Roziyaning boshqa birining qonunli ayoli ekanligini unutgan edi. U keyin o'zini jimladi, lekin yolg'iz uyda o'zini qo'pollik va qaramligi bilan baxtli murodiga yetgan hisobladi. U shu chaqda insoniyat halovatining eng lazzatli minutlaridan bahramand bo'ldi. Gerçi bu qo'pollik badliga kelgan jon aromi uning hayotida birlik etim yuz bergan bo'lsa-mu, shu qisqa daqiqa uningga hayotning cheksiz lazzatli ekanligini tushuntirib berdi. U keyin o'zini jimiladi, lekin bu jimilish so'ygi bilan baxt topgan qizning nozidek kuchsiz, sun'iy edi. Sababini u biladi. Talpingan ikki yurakning bir bo'lishi hammani yengishga qodir, ularga qilish qil bo'lib ko'rinadi. O'tmu chimandek tuyuludi. Shundaq turgan yerda bir nikoh bilan paydo bo'lgan xandak ularning ko'ziga ko'rinadimi? So'ygining kuchi deb o'yladi Hoshir rig'anglab ketayotgan qorong'u mashinada xiyol bilan o'zini bezlab. Qalbida so'ygi o'ti yongan odam uchun dunyoda vahima yo'q ekan. Men o'lim jazosiga hukm qilingan shu kunimi o'z o'limimni anglab etib o'yladim, ko'zlarim bilan Roziyani izladim-g'u. U oq yoqliq tangan oq ko'nglak kiygan holda bizdan ibrat olg'uvchilar qatorida turgan ekan. Mening ko'zlarim uni darhol topdi. Uningga yuragimdagi o'lim oldida texmi lovuldab yeniyotgan yolqinni ko'rsatdi.
Ko'z hammani topadi, hammani yoshirmaydi. U mening ovozsiz ko'z bilan aytgan so'zlarimni tushundi. Yoshlari bulduqlab teshib tursimi, u kulimsiradi. U kulimsirash sap qalb egisining o'zi bilan mangulik xo'shlashayotgan qadrdon odamiga sungan oxirgi sovg'asi edi. Men uningga javoban yelkaga qadalgan surlik miltiqlar oldida yukinib o'ltirib kulgan bo'latdim. Bu kulkan bilan bir ulug' sharqning qadimgi davlatida yuz berayotgan nodonlik, ahmoqlik, johillikni mazoq qilgan bo'latdim. Lekin tog' havosidek tez o'zgarib turadigan taqdir meni bu g'albadan mahrum qildi. Men aytilmadim. Mana endi hayot qoldan o'xshayman. Raziyaning sovusiga salomat ko'rishganda, quchoqlashganda qoqoqlab kulib javob berman. Chunki biz hamon bir kuni nohaqchilik, qabahat ustidan kulimiz-ku. Insof qilinglar, hey saqchi yigitlar, dedi mashinadagi jinoyatchilardan biri yelinib. Biz mang'ili 4 soat bo'ldi. Kun osh vaqti bo'ldi. Biz keng soyga keldik. Ko'zimizni ichib eting. Uningsizmi biz qorong'uda. Yuqorining yo'li yo'riqi shu. Men ko'zinglarni ocholmayman. Siz odam-ku, odam deganda hissiyat bo'ldi. Men bir kitobni o'qigan, bir jallod bir qizni buyruq bilan chopgan. Ammo chepib bo'lib qizning jasadiga o'zini tashlab yig'ilgan. Siz nima demoqchi? Tushunishlik, sizdimi hissiyat bo'lishi kerak demoqchiman. Qorong'u mashinada ko'zlarimizni tengish ahmoqlik, hech bo'lmasa ahmoqlikni himoya qilmangda. Siz to'liq valoqlamang. Gap qilish qaysi qonunda cheklangan? Hoshirning zardasi qaynab gapga aralashdi. Rost gap qilgan odamni valoqladi desang, bir kun kechgacha yolg'on so'zlaganni nima deysan? Sen Hoshirni to'liq gap talaq qilma. Yolg'on gap qilgan deb kimni ko'zda tutyapsan, meni bilmaydi dema. Bilsang, shu yolg'onchilarni aybla. Ko'zimizni och. Mushik jinida ko'zni tingib opirib, tinitvatsak, uyini tepib qaytib keladi. Hiylig'i ko'zimizni tingib qo'yibsan, ko'zimizni o'yib tashlasangmi, biz o'zimizning Urumchiga yetganligimizni bilamiz. Sen Hoshir, to'xtamsan yo'q. Saqchining qo'pol ovozidan cho'chidimi, mashina to'xtadi. Kabinkadan qurolliq boshliq sakrab tushdi-da, saqchilik qilib ketayotgan qurolliqqa buyruq berdi. Ularning ko'zini yesh, qo'lidan ko'zni ilib. Bu. Nima bu? Ular orqaga o'tmamdi, tomoq yemamdi. Qurolliq o'z boshliqining buyruqini ijro qildi. Hoshir ko'shgan qo'llar bilan ko'zni o'g'ildi-da, atrofga qaradi. Mashinada 3 odam bor ekan. Boy so'zlagan serik soqol, ko'k ko'z tatar ekan. Men Haydar, dedi u kulib qo'yib. Siz Hoshir, men sizni yaxshi taniyman. Tushinglar, dedi boyqi boshliq yana bir qurolliq bilan mashinaning keynidan berizintni qayirib. 5 minut to'xtaymiz. Inqilobiy insonparvarlik, dedi tatar hayyorlik bilan kulib qo'yib. Keyin yenidagi qilin juva, yo'g'on qasqonliq kamchat tomoq ichida ko'zlarini yumib tugilib yotgan kishini jaynik bilan turtib qo'yib qozoqcha so'zladi. Turingiz og'atay, azoddiq. Ularning yenida yana bir qurolliq yigitlar tushgan mashina to'xtadi. Mashina kabinkasidan qurolli yo'q, yosh, chiroyli bir Uyg'ur harbiy tushdi-da, Hoshirga qarab manlik boshlang'ich qo'ydi. Hoshirning yuragi o'ynadi, putlari titradi. Bu nima karamat? Bu a'loning o'zi-ku. U harbiy oshxonaga ketib etib, ataylab shapkasini oldi-da, Hoshirga tonish bo'lgan beshini ling'ishtirib, Hoshir bilan xo'shlashdi. Demak, u o'zini chin yerga yo'shiribdi. Uning harbiy rayondagi do'stlari haqiqiy do'stlarni ekanda, mening aytilmay qilishim a'loning yo'shirinishi bilan munosabatli ekanda, mashina agri-bugri yo'llar bilan yuqoriga ko'tarilmoqda. Mashinaning dumlaklik berizint yo'chuqlaridan qora yelimi purg'i aralashgan salqin havo kirmoqda. Mana bu bahor. Boya Hoshir yop-yeshil qarag'aylar bilan ko'kirayotgan yon bag'irlarga qarab, bu tonish yerlarni bahor bilan ruhlangan, shodlangan emasmidi? Bahor kishiga hayotning qadr-qimmatini tushundiradi. U bir sirliq kitobdek dil yorlarga malham bo'lib, ko'ngildagi tugutchaklarni yeshidim. Yop-yeshil qirlarda suzuk osmonga qarab turganingda, sen o'zingni tabiatning xo'jayini, podshohi hisoblaysan. Davlat boshlig'imi o'limdan qochib yurgan baxtsiz tutqunmi o'xshashla bu hissiyatdan bahramand bo'la oladi. Mana shuning uchun tabiat sehi ona bahor
o'z boyligini keng qo'lliq bilan hammaga chechib beradigan mard o'g'lon. Hoshirdak bir necha oyni qorong'u kamarda o'tkazgan xiyolparast uchun hozir mana mushundaq mard og'ina qo'yni keng ona to'limi zo'rur. Og'ina bahor. A'loning qalbi ham Hoshir uchun bahordek go'zal. U xiyim xatar ichida bu har qachon tutilishi, etilishi mumkin-ku. U jimjit kitoblar va qalaymaqon qo'lyozmalar bilan to'lgan uyida o'yinchoq bilan qo'shimni turib, jiddiy va oldirash ishlab kun o'tkazishi lozim edi. Kitob va ustundan ayrilib qochib yurish uningga turmada yotganda azobliq. U kitobsiz muloyiza va yeziqdan mahrum bo'lib bir kunmi yasholmaydi. Nemishqa uni o'z erkiga qo'yib berishmidi? Tabiatning rahimdil, sehiy ana, bahordek illiq do'st Hoshirdanmi ko'ra a'loga zarur edi. Uning necha yillab o'qigan kitoblaridan paydo bo'lgan bilimi axlat arsida chirib ketami? Ujmi yo'pirmoqni rosa yeb yetilgan pili qurdi amdi yipak chiqarmoqchi bo'lganida uni bir giri oyoq dasvetmoqchi bo'lsa, uni ko'rgan har qanday bir jon egisi ichinmamdi. A'la, sening kitoblaring nerda? Zulya akaning holi qandoq? U sening kitoblaringni saqlab qololganmidi? Bir nadan oltin taxtga chiqqan zaman qafasdan bo'shgan talva arslonga aylandi. Talva arslan inson yaratgan eng go'zal narsalarni yo'qotishni o'z burchi hisoblab qabahat to'qmiqi bilan hammani savaydi. Mana shundaq chaqdimi o'z jinni o'ylamay insoniyatning madaniyat va ma'naviy boyligini bag'riga besib avlodlar uchun miros talashadigan mard-mardanlar chiqib turadi. Zulya mana mushundaqlardan Hoshir qo'lda oz-to'la huquqi bor vaqtida nemishqa A'loni o'ylamadi? Nemishqa uningga va uning kitoblariga g'amxo'rlik qilishni o'z zimmasiga olmay bu ishni boshqalarga topshirdi? U nemishqa A'loning ayoli bilan birga bo'lishni o'z qo'li bilan ishga oshirmay A'loning o'ziga topshirdi? Hoshir, sen Jungo Kommunistik partiyasining a'zosi emas, uning bir rahbari kadrsan. Sen boshqalarga kuyinishni, boshqalarni himoya qilishni nemishqa unutib qolding? A'lodak ilm ahli mana bugun sen uchun jon tikib, xiyim xatar bilan ilishib yetibdim. Sen bo'lsang omon qolganingga xo'shalsan. Bunda xo'shal bo'lish har qanday bir odamning qo'ldan keldi-da, sen tabiatdek mard, bahordek illiq bo'laman desang, boshqalarning omonligi, baxti bilan xo'shal bo'l. Allah Taalaning qudrati cheksiz, shafqat inoyatimi cheksizdir, dedi bayatın juvaga o'rnilib yotgan mulla ko'zni ichib. Uning ulug'ligi shu yerdaki, u gunoh patqiqiga patgan har qanday bandisini kechiralaydi. Gunohdan saqit qilalaydi. Uning birli sharti bor. U bo'lsa-mu, yaratgan egisini seg'inish, butun bir nahiya mening gibimga kirib, qurollanib to'plan qilmoqchimish. Mushuni iqror qilmading deb qanchisini otdi, qanchisi o'zini o'ldirib oldi, qanchisini hozirmi qiynayotdi. Mana meni iqror qildirish uchun cho'ngroq yerga elib ketyotdi. Butun bir nahiyada mushu ofatni paydo qilg'uchi birla osi banda. U o'zining do'zig'i ekanligini biladi. Bu dunyoning kichkina rohidi uni do'zig'i qilibdi. Navada ashu osi egisini tonisa yig'lisichu. Uning gunohi tog' savobi misoli bir pinna qasriqi deyli egisi jazmanki uni kechirdi. Mendan bir kupurlik o'tdi. Bayatning xiyolimda shu osini tiladim, qog'idim. U mening balam edi. Men uningga Xudodan ofat tiladim. Lekin Xudoni unutibdiman. Xudodan u osiga insof tilamay balo qazo tilaganlikim kupurlik bo'pti. La ilaha illallahu Muhammadin Rasulullah Subhanallahumma. İslam felsefesining meg'izi abuchalliq, dedi seriq saqalliq tatar. Gunohkorni abu qilish islom axloqi. Hukumatimiz bu axloqni o'rganib olsa bo'ladi. Shundoq deb hikoya boshladi bomba saqalliq mulla. Bir oysi banda bir mullamdan so'rabdim. Mullam eysila, men 99 odamni o'ldirdim. Tavba qilsam, Xudoim gunohimni kechiramdi. Badbaxt, sendek qotil do'zax bo'ladi. 99 odamning qini yilon chayon bo'ladi. Undaq bo'lsa 100 bo'lsin, debdi-da osi banda mullamni o'ldiribdi. U ketib bo'lsa bir darvish uchrabdi.
derviş 100 adamni o'ldirgan qotilning tövbesini Xudoyim qabul qilamdi deb so'rabdi. Osiysi banda. Mümkün debdi derviş. Avu yoqda bir o'limi bor. Shuning oldiga berib tövbe qil. Qotil yerim yo'lda tuyuqsiz jon uzibdi. Dozaqqa akirdigan farishtalar bilan jannatga akirdigan farishtalar uning jinini talishibdi. Bu qotil dozaxi. Yo'q, u jannati. Tövbe qilg'ili mangan. Ular rasa talashqanda Xudodan vahiy kelibdi. Uning yotgan yeridan kelgan tarafi bilan boradigan yerining orliqini o'lchanglar. Kelgan tarafi uzun, boradigan tarafi qisqa bo'lsa, bu jannati. Ta'tirchi bo'lsa, u dozaxi debdi. Farishtalar o'lchagan ekan, mangan yo'li mangdigan yo'lidan bir chamdan uzun chiqibdi. Demak, u tövbe qildigan tarafga moyil bo'pti-da, jannati bo'pti. Shundaq chin ixlos bilan tövbe qilsa, Xudoyim bandalarning har qanday gunohidan kechidi. Rost aytisiz, abuchallikni hukumat o'ginib olsa bo'ladi. Hoshir burunqi chaqlar bo'lsa, buni hukumat ustidan birjirlayotgan soqollarga ko'rguligini ko'rsatdi. Lekin hozir u yuqori ochiq gaplar ichidimi haqiqat bor ekanligini sezdi. U beshini ularga qarab lang'ishib qo'ydi. Mashina Sayram ko'liga qarab pastlab mangan o'xshaydi. Surati tezladi. Berizentining kichkina to'shkidan kirgan shamol uning yuzlarini o'ynab, uningga huzur bag'ishladi. Sehi tabiat, kulpat ichidagi munu dili sunuq bolalaringni unutilmabsan. Ulug' tabiat, go'zal bahor, bizni unutma. Bizmi xo'shallik baxt uchun tug'ilgan. Shunga biz sana yelinmoqdamiz. Hoshir shundoq o'yladi-da, naqsha boshlabdi. Sayramning kuli deydi, biz qaytqucha to'nglaydi, g'amda qolgan beshimni Xudoyim o'zi o'nglaydi. Uning naqsi shuningdan boshlab zodi to'xtamadi. U xuddi 1957-yili do'stlari bilan birinchi qitim Urumchiga manganda aytqandek mo'ngluq, jo'shqinlik naqsini aytiverdi. Uyg'ur, sen xushal bo'lsangmi, mo'nglansangmi, mas bo'lsangmi, kasal bo'lsangmi naqsh aytsan. To'yg'imi, o'limgimi naqshi bilan mangsan. Shunga sening ko'ksi, qorning keng, diling oq. Hoshirning naqsini qo'ynida yangidan-yangi shahar yezlar bilan yilon bag'ri yo'llar paydo bo'layotgan miskin Junqar dalasi to'liq 2 kun angladi. Bu turmaga siyosiy mahbuslar qamalgan ekan. Hoshir mana shularning orasiga ketildi. G'ulji turmisida billa bo'lgan Hoshir bilan to'li gap talashadigan heliq 2 dindar o'lim jazosi bilan etildi. Heliq yigit bo'lsa, qochaman deb bu dunyo bilan mangulik vidolashdi. Endi munu yangi sabdoshlari qanday bo'larkin? Bularning ichida har xil siyosiy kuchlarning vakillari bor. Hindistonda o'qib, bilim egallagan, o'z yurtiga qaytib kelib, istiqloyat uchun 50 necha yil turmada yotgan pan islomchilar, yelimi o'z boshliqlari bo'lgan Savud Damulla, Abduqadir Damullalarning aqidalarini har kuni takrorlaydigan buvaylar. Ozodlikning harpisida Gomindan hokimiyatining johil unsurlari qatorida chet elga qochib tutilib qolgan Chini Turkiston vakillari zulmga qarshi tig' ko'tarib Gomindan hokimiyatining yuragini titratgan 3 viloyat inqilobining qahramon jangchisi, ofitserlari ozodlikni xo'shallik bilan kutib olib, dunyoda sotsializm, kommunizmni amalga oshirish uchun qasam berib partiya hukumatning rahbarlik o'rinlarida samimiy sadoqat bilan xizmat qilayotgan partiya shujulari, avtonom rayon rahbarlaridan rais, nozirlar, shuningdek bo'linish uchun tashkilot qurgan deb ayblangan yoshlar, chet el ishbiyonlari va har xil ommaviy diniy guruhlarning rahbar va a'zolari, umuman har xil chiroy, har xil yosh, har xil e'tiqod, har xil millat, har xil tamg'a jinoyatlik odamlar bor edi. Hoshir o'zi bilan birga yotadigan 12 odam bilan tezla tanishib, birga mohurga sho'rishadigan, o'xshash kiyinib, birga amgak qilib, kesak quyib, zag'ir bilan maysiz basay sho'rpisini birga yeb ichib, tez chiqishib ketdi. U kamerdagilar orqali noyida tezla butun turmadagilarning ahvolini bilib bo'ldi. U o'zi bilan taqdirdosh bo'lgan bu odamlar orasidami o'z salohiyat sifatini unutib qolmadi. U hech qanday bir joyda partiya, hukumat ustidan norozilik bildirmadi.
o'zini o'lim jazosiga buyurgan madaniyat inqilobining cho'ng yo'nalish to'g'risida degan so'zni eg'izdan tushirmadi. Chet el radiosidan tarqalgan shum harakat degan so'z ba'zilarning ehtiyotsizligidan chiqib qoladi. Bundaq chaqlarda Hoshir mayli kamerda bo'lsin yoki ish o'rnida bo'lsin, undaqlar bilan xuddi qizil qo'g'dug'uchi yoshlardek qaynab chejilib munozara qilishadi. Onuncha bu yer bo'ri bilan qo'y, cho'ji bilan sa, kirpi bilan yilon aralash so'langan bir uvi bo'lsa-mu, lekin bu odamlar ikki siyosiy kuchga, ya'ni inqilobiy va aksil inqilobiy kuchlarga vakillik qiladi. U o'zini inqilobiy kuchlar vakili hisoblab, boshqalarni o'ziga dushman, ya'ni aksil inqilobiy kuchlarning vakillari hisoblaydi. Qarmoqqa ular bilan aniq ko'ringani bilan u hissiyat jihatda turmidoshlarini noyda yomon ko'radi. Supidan o'rin tegmay, tarat to'ngning yinida nam yerda 2 oydan beri yetib kelayotgan bir xoin bir kuni Hoshirning o'rnida yetyapti. Hoshir ishdan qaytib kirib gavdilik saqalli xoinni puti bilan turdi. "Tura, o'rinni bulg'may", dedi u qo'pollik bilan. "Nima? Sen kommunist bo'lsang, menmi kommunist? Sen noya sekretar bo'lgan bo'lsang, men viloyatga sekretar bo'lgan. Nimanga cho'ngchilik qilasan?" "Valaqlama, aksiyatchi xoin", dedi Hoshir mushlarini tugib. "Aksiyatchi, senchu, sen nimichi? Sen o'zingni markazimchi demsina? Bilib qo'y, 100 xoindan sana o'xshash bir kapitalizm yo'liga mangan huquqdor yomon. Oramizdagi eng xatarlik dushmansan. Og'zingdan o'qishmaslik, partiya hamon meni tushundu degandek so'zlarni tushirmaysan. Sen o'zingni naq jazolagan sayxisan, bugu chuy-chuylarga o'xshatisan texi. Bilib qo'y, mayli kelgusida kim bo'lsang shu bo'l, sen hozir 2 yildan keyin etilgan siyosiy jinoyatchi. Menchu texi kesilmadim. Cho'qim aqlinaman. Sen tapsida yot, men supida yotaman. Yot aksiyatchi, yot kapitalizm yo'liga mangan dushman." Saqalliq odam Hoshirning o'rin ko'rpisini tillab turib, bir tapsig'i atdi. Boshqalar qaqaqlashib kulishdi. Hoshir jaloqlab titirdi-da, yerda chazani qurib o'ltirgan saqalliqning yoqasidan tutib qattiq silkib tik turg'izdi. "Nima deb qingshivatsan, xoin it? Oz kunda ko'rsan, onangni ko'zingga ko'rsataman iflos." Hoshir uni jaloqlatib silkib, tamga opirib kuch bilan urdi. Lekin umu bo'sh kelmadi. U tugilib turib Hoshirning qo'rsqiga tizladi. Hoshirning ichi qorong'ilashib, mukchib qoldi. Shu chaqda saqalliq butun kuchi bilan Hoshirning gejgisiga urdi. Hoshir bir ingridi-da, 4 putliq bo'lib qoldi. Saqalliq Hoshirning osh biqinini ko'zlab tepish uchun put ko'tarishiga Hoshir tegi tarafdan chaqqonlik bilan sakrab turib, saqalliqning yo'lini bilan tamoqini ko'zlab tövan engiga kuch bilan mush urdi. Saqalliqning putlari alvang sarmang bo'ldi-da, qeyri ujmi bo'ronda yiltisi bilan qumurilgandek irg'anglab berib, tapsiga o'ngdiziga tushdi. Turmadagilar bu qiziq o'yindan toki Gundupay kirgicha kulishdi. U kuni Hoshir Gundupaydan bir qachat yedi. Kishan va ko'zi bilan bir sotka jazo uyida yotdi. 3 kundan keyin u ayrim ozoda uyga so'landi. Bu uydagi taxtayliq supida pokiz o'rin ko'rpiga cho'mkilib, oppoq saqalliq bir buvay yotadi. Buvayning chiroyi qog'ozdek oqargan, qanshorliq burni shunchalik inchga, bu qonsiz burunni bir qarashda odam qing'iraq bisi deb qoladi. Buvayning xiyolchan vahimali ko'zlari o'ltirishgan, lablari qurg'an, bilaklari inchga, ko'pkok tomirlari yiroqdilla ko'rinib turadi. "Bu kishini kutsan", dedi Gundupay Hoshirga buvayni tanishtirib. "Kimkin deb qolmag'in, bu kishi bizning rahbarlarimizdan biri bo'ladi. Xeylidan beri tavi yo'q, sizlarga munu Hoshirni adyutantlikqa akeldim. Bu to'limi nochi, o'lgicha to'v qilmaydigan unsur ekan. Ehtiyot qilmasala, bu sizlar bilanmi aytishadigandak. Bilib qo'y Hoshir, bu kishi cho'ng dushman Liu Shaochining Shinjongdagi gumashtilaridan biri. Mao inqilob mushularni yo'qotish uchun bo'lyotidi. Lekin bularni mush bilan emas, shuar bilan yo'qotadigan gap. To'limi markazimchi ekansan. Muni odamni yuzma-yuz pepan qil. Yaxshi xizmat qilsang, 2 yildan keyin etilmaysan. Qonun bo'yicha 2 yildan keyin etilmasang, 20 yil to'shqanda qo'yib etamiz.
39 yoshga kiribsan, 59 yoshda turmadan bo'shansang, sen o'lgicha balang 20 yoshga kiradi. G'ayrat qilsang, navrumi ko'rsan texi. Ot yuz, bir ko'zi olg'ayroq Gundubay gapchi ochiq yo'riq odam ekan. U kulib qo'yib chiqib ketdi. U chiqib ketgandan keyin Hoshir supining bir chetiga uzun o'rin rastladi. U o'rinlashib bo'lgandan keyin buvayning yenidagi gazetni qo'lga oldi. Ruxsatmikin? Elim Fukam, sizniki, dedi buvay kulib qo'yib. O'rnida o'ri bo'lib, gazetda hech yangilik yo'q. Gazetdagi maqolalarning yarmidan ko'pragi til ahonat. Radioni assam, radiomi shu. Buvay yenidagi yarim o'tkiz güçlük radio qo'bullig'ichni ko'zi bilan ko'rsatib qo'yib so'zni davomlashtirdi. Ansam sizni atrofdagilar bilan doim munozirlashadi deydi. Fukam, men sizni bilaman. Siz samimiy, sodiq, ishlamchan, yaxshi kommunist. Bu yerda sizdek yaxshi kommunistlar to'la. Bu yerga kommunist emaslarning to'lisi yaxshi odamlar. Ular partiyaga, sotsializmga qarshi emas, kelgusida bularning to'lisi oqlandi. Partiya xalq uchun ular yana nurg'un xizmatlarni ishlab beradi. Bu yerdagi avtonom rayon rahbarlarining hammasi gunohsiz. Biz cho'qim oqlanamiz. Partiyamiz hamon yaxshi odamlarni e'tiborlaydi. Fukam, siz buningga ishoning. Hoshir partiyamiz hamon yaxshi odamlarni e'tiborlaydi degan so'zni tunji qitim anglag'achqa buvayga yod qilib qaradi. Partiyami xatolashamdi? Qiziq ekansiz, Fukam. Sadaqat ba'zida nodonlik bilan barobar bo'lib qoladi. Siz o'ylab baxmadingizmi? Mushu madaniyat inqilobi tarixda misli ko'rilmagan inqilobmi? Partiyaning bir a'zosi bo'libmi bir rahbari partiya tarixini, kommunizm harakatining tarixini yaxshi o'rganishi, tarixiy saboqlarni yaxshi yakunlab, har bir ishdan o'zi mustaqil xulosa chiqarishi, qarg'ularcha agashmasligi kerak. Yo'ldosh Chinyi to'g'risidagi tashviq varaqasini o'qigansiz, u odam o'zining mustaqil qarshini yo'shirmagan-ku. Hoshir buvayning uzib oldirib aytayotgan so'zlarining ta'siri bilan tarix darsida muallimning bilimi bilan mas bo'lgan bola xiyolida o'tmishga qaytganga o'xshash bo'lib o'tgan ishlar ustida qaytadan cho'nqiroq o'ylashga boshladi. Shu chaqda yosh qorovul eshikni urdi. So'zlama, so'zlashga ruxsat yo'q. Mana bizning turmimiz, dedi buvay oxirida past ovoz bilan. Charusiyaning surgunlari biznikidan yaxshi ekan. 1898 yildan 1900 yilgacha Lenin O'tir Sibiriyaning Minushniski degan yeriga surgun qilingan. Uning Krupsaykayni yeniga chaqirtib to'y qilishga ruxsat qilingan. Lenin boshqa siyosiy mahbuslardek eg'i 9 gubi tanga rasxot elib, ayoli bilan obdan yashagan. Birga kitob o'qigan. Ilm ustida maslahatlashgan. Chet eldagi do'stlari bilan xat aloqa qilishgan. Belgilangan rayon ichida o'qigan. Lenin kapitalizmning Rossiyadagi taraqqiyoti degan kitobini mana shu yerda yozgan. Bu yerda-chu bizga sirtdan kirgan salom xatlarmi tekshirildi. Bizga havomi normalik. Hoshir xuddi bir qiziqarli kitob tepib olgandek, butun savollarga javob tepib oladigan bir sirliq lug'atga yo'liqqandek, uzun tashna bo'lib izdegan odamini tuyuqsiz tepib olgandek xo'sh bo'ldi. U buvayning har bir so'zni ko'ngil daftariga aynan xotira qilib qoldirish uchun butun zehni bilan buvayning gaplarini angladi. Anglagan siri uning ko'ngli yo'rmoqda edi. Lekin bu xo'shallik uzunga bormadi. Bir haftadan keyin Hoshirni bu uydan yana kollektiv yotoqqa chiqib qo'ydi. U endi kamso'z, xiyolchan bo'lib qoldi. Bir oydan keyin yana Urumchida aksil inqilobchilarni ochiq sud qilgan kuni buvayning o'zini o'ldirib olganligi ma'lum bo'ldi. Bu xabarni anglab Hoshirning ovozi texmi o'chdi. Boshqalar tuyuqsiz yo'qolgan Gundubayga hayron qolishgandek, Hoshirning mijozdagi bu o'zgarishga hayron qolishdi.